Qur'on va biz. Qur'on qiyomatgacha o'zgarmaydigan, lavzi va ma'no jihatdan ko'nirab qolmaydigan. Doim yangi kirzislarga yangi javob beradigan. İnsaniyetning cheksiz va tilsimot sirliq savollariga chempionlarcha javob beradigan. Moddiy va ma'naviy kasallarga tangdossiz shifo beradigan. İnsanlarning Allohga bo'lgan nidosi va duosidir. Shundaqla bu talab va nidolarning anglag'uvchisi va ijobatchisidir. Har bir oyati bir umid, har bir surasi chimanzorliqqa to'lgan bir bog'dirki, ziyorat va sayohatlarning eng go'zali. Go'zallikning mutlaq manbasi bo'lgan Allohning go'zal so'zidan iborat bog'i bo'stonning sayohatidir. Shundaq emasmi? فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Müminler keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlab bo'lganligi uchun bu ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. Tavba surasi 124-oyatning bir qismi. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah'ның ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydigan. Perverdigarga tevekkül kılıdigan kişilerle kamil müminlerdir. Enfal suresi 2. ayetinin bir kısmı. Toğra. Ola birer ayet yoki birer bir sure nazil bo'lganida bugungilar to'ylarga bag'oq yozganidek bir-birlariga xabar berishadi va tunji qitimliq to'yidek hayajonliq tantanasi ichida kutib oladi. Bir-birini tabriklashadi. Bugungi bizlar Qur'ondan boshqa hammani tabriklaymiz. Sadolar, daqidumboqlar yog'diramiz. Oyga ishorat qilgan barmoqni ching tutib ayni yotqanlarımız bilan yoshirgan musulmonlik. Bugun sosyal medialarda sahifalar quruq, maddahlaç so'z cho'chaklar bilan to'shqan. Uning mastanilari son-sanoqsiz. Qur'on oyatlari yozilsa, barmoqlar qirilgan, tilla tutilgan, quloqlar pang, ko'zlar ko'r. Ulaika kal-an'ami bal hum adall. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvandan battar gumrohdir. A'rof surasi 179-oyatining bir qismi. Allohning kitobidan boshqa kitoblarga sanolar bor. Ammo Allohning nuri bo'lgan Qur'onga tabrik yo'q. Eng g'ayrib musofir kitob dal Allohning kitobidir. Hazrati Osman qalblarimiz sog'lom bo'lsa edi, ismi ruh bo'lgan, o'zi ruh bo'lgan Allohning kalomi Qur'onga ruhimiz to'ymaydi degan edi. To'g'ri. Beliq suvga, tuproq yomg'irga, so'ygan so'ygisiga to'yarmi? Qalbimiz so'ygining, shundaqla so'yginining nima ekanligini sezmas bo'lgan. Uning uchun so'yiladigan bilan so'yilmaydiganni farq etish qobiliyatini yo'qotgan. Halbuki joni-jonimizning tili bilan aytganda, Qur'onni chin qalbidan bilib o'qimak Alloh bilan so'zlashmak edi. Demak, Alloh bilan so'zlash bilan bir do'sti va yoki bir mahbubisi bilan so'zlashganning farqini bilmaydigan darajada ichki sezmimizni yo'qotgan. Usayd ibn Huzayr doim saharda Qur'on o'qishni yaxshi ko'rardi. Bir kuni Qur'onni o'qiyotganida eti kishinab osmonga qarab zotila turmadi. U to'xtaydi. O'qishni davomlashtirsa, ot yana kishinab ketadi. Atsi atigini bomdod namozida vaqani qadrdonimiz payg'ambar alayhisalomga anglatdi. Suyimlik rasulimiz uningga: "Ey Usayd, sening tilovatingga malaikalar suyungan va sap-sapda turgan edi. Eting ana shu malaikalarni ko'rgachga o'zini tutib olmagan. Agar sen tilovatingni davomlashtirgan bo'lsang eding, yoranlaringmi malaikalarni ko'rgan bo'ladi" degan. Ayni zamanda Abu Bakri Barraq ismli bir kishining 7 yosh nevrisi Allah'ның فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Ey insanlar!
Agar iymon etmasanglar, dahshatidan balalarning beshini oqartib o'tadigan kundan qandoq saqlansizlar degan oyatini tilovat qilganida takror o'qib o'tib, ruhini Allohga taslim qilgan edi. Chunki uning ruhi oshqi bilan tepishgan edi. Salman Farisi لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bölük odamlar bor degan oyatni anglaganida hushidan ketganicha 3 kungacha hushiga kelmagan edi. Adolatligi bilan tonilgan Hazrati Umar har kuni Qur'onni attigan oqshima qo'liga ilib, Rabbimning so'zi mening sirdishim deb suyib ketadi. Allohning qilichi deb nom berilgan Xolid hikoyamizda Allohimizning kalomini jihad qilaman deb bag'rimga bosammidim deb dardlik yosh to'katdi. Biz nemish qilib Qur'on bilan uchrashamag'inimizga yosh to'kayli. Agar yosh to'kalisak-da, Hazrati Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam meni Sura Hud va uning sabdoshlari bo'lgan Qur'on suralari yashandurdi demaganmidi? Payg'ambarimizning yuragi ummatiga bo'lgan muhabbati va mehr shafqati bilan to'lgan edi. O'ng qo'liga oyni, so'l qo'liga kunni tutqizsimi, yanada ummatim degan bir payg'ambar 70 qari shahid qilingan vaqtda ularni shahid qilganlarning halok bo'lishiga bir oy to'xtamay qunut o'qib duo qilmadimi? Bular Qur'onning haqqi hurmat uchun bo'lmadimi? Barliq payg'ambarlarning afzali bo'lgan ummat suyar, Qur'onning tili bilan olamlarga rahmat bo'lgan shafqat payg'ambari yana: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi" degan ushbu oyati bilan Allohga ummatidan shikoyat qilmadimi? Bumi ulug' Qur'onning saltanati bo'lmaydimi? Undaqda qani bizning bu kalom bilan bo'lgan aloqamiz? Payg'ambarning shikoyati oldida qandoq tik turamiz? Payg'ambarning shikoyati boshqa bir shaxsning shikoyatiga o'xshamdi. Ay azizlar, tarixdan beri payg'ambarlar bilan da'voga tushgan qaysi inson yutuq qozonib boqqan? Fatih Ibrohim, Kanada, Toronto.